Munosabatlarni sizning holatingiz boshqarishini bilarmidingiz? Siz qanday vibratsiyada bo'lsangiz, munosabatlar ham mana shu vibratsiya asosida shakllanishni boshlaydi. Munosabatlarda sizning holatingiz muhim ahamiyatga ega. Muhimi siz borliqqa nima berayotganingiz va qanday vibratsiyada bu to'lqinni o'zingizdan tarqatayotganingiz. Munosabatlarni o'z energiyangiz bilan boshqarishni istasangiz, o'zingizning ichki holatingizga, hozir va shu yerdagi holatingizga e'tiboringizni qarating. Siz hozir va shu yerda qanday holatdasiz? Inson munosabatlarni ikkita holatdan kelib chiqib qura oladi. Birinchisi bu o'zidan energiya tarqatuvchi, to'qlik holati, mehr beruvchi, bog'liqliklardan xoli holda bo'lgan holat. Ikkinchi holat esa menga yetishmaydi holati. Ya'ni menga yetmayapti holati, bu ochlik holati. Bu vibratsiyada ham borliq sizning energiyangizga mos tarzda harakatlanishni boshlaydi. Munosabatlaringizdan qoniqmayotgan bo'lsangiz, munosabatlar sizni ko'nglingizdagidek bo'lmayotgan bo'lsa, o'z vibratsiyangizni o'zgartiring. O'z vibratsiyangizni o'zgartirish uchun esa hayotingizning kuzatuvchisiga aylanishingiz kerak bo'ladi. Hayotingizning kuzatuvchisi bo'lishingiz uchun esa o'zingizning ustingizda ishlashingiz kerak bo'ladi. Munosabat qurish bu bir yo'l. Munosabat qurishda ustunlik qilishni istasangiz, real hayotingizni boshqarishni istasangiz, birinchi o'rinda o'zingizni, hissiyotlaringizni boshqarishni o'rganing. O'zingizni kuzatayotganingizda hozir va shu yerda ichki holatingizga juda ham e'tiborli bo'ling. Chunki ichki holat hamma narsa. Holat sizni emas, siz holatni boshqarishga javobgarsiz. Aynan javobgarsiz deyman, chunki qachonki siz munosabatlaringizga mas'uliyatni olganingizda, shunda munosabatlar ham iziga tushishni boshlaydi. Munosabatlar bilan kurashish kerak emas, munosabatlarni kuzatib qurish kerak. Qanday qilib inson munosabatda kurashuvchi roliga o'tib qoladi? Kurashuvchi roli shunday rolki, siz qarshingizdagi insonni mavjud deb o'ylashingizda, o'z programmangizni ko'rmasligingizda, o'z programmangizni chuqur his qilishni, yanada bu savolni kengroq ochishni istasangiz, sizni Telegram sahifamga taklif etaman. Telegram sahifamda bu mavzularda ochiq muloqotda kengroq suhbatlashamiz.